Sharozi ketyapti. Soat bağladığınız o'zini gapirdi. O'zi boshladi. O'zi boshladingmi ana? Qo'yara sevib. Assalomu alaykum hurmatli bugungi anjuman brifingimiz qatnashchilari. Bugun brifingimizning asosiy mavzusi So'x tumanida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish sabollari to'g'risida tuman hokimi ishtirokidagi brifing o'tkaziladi va albatta 2021 yilda So'x tumanida tibbiyot sohasida ko'p yangilanishlar, islohotlar amalga oshirildi va hozir so'zni ochib berish uchun tuman hokimiga marhamat. Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugungi brifingimizda asosiy masala, kun tartib masala bu sog'liqni saqlash tizimidagi amalga oshirilayotgan ishlar haqida va kelgusida rejalashtirilgan ishlarimiz to'g'risida sizlar bilan fikrlashib olamiz. Bugun tumanimizda barcha respublikamizning barcha hududlarida bo'lgan kabi hamma sohada rivojlanish, obodonlashtirish ishlari va qo'yingki boshqa tadbirlar amalga oshirilgan keng hajmli. Shu jumladan biznes yurtboshimiz o'zlarini ilk prezident sifatida ish boshlaganlarida birinchi e'tiborda sog'liqni saqlashga va fuqarolarimizni xavfsizligiga bejiz qaratishmagan. Sog'liqni saqlash tizimida oxirgi 5 yil davomida katta o'zgarishlar bo'ldi. Tizimni qaytadan yangilanishga ham haqiqat. Shu jumladan So'x tumanida sog'liqni saqlash bo'limi ham 5 yil oldin eskirgan jihozlar bilan, yetishmovchiliklar bilan umuman ishlashga yoki davolanishga sharoitlar umuman talabga javob bermasdi va mana hammamiz shu jarayonlarda bevosita qatnashdik. Tibbiyot sohasiga alohida e'tibor qaratilgani bois bu sohada ham katta o'zgarishlar amalga oshirdi. Jumladan tumanimizni tibbiyot birlashmasi ma'muriy binolari, davolanish korpuslari, rekonstruksiya zamonaviy tartibda qo'shimcha binolar qurildi. Zaruriy tibbiy uskunalar birgina 2020 yilni o'zida va 2021 yilga qo'shadigan bo'lsa qariyb 11 milliardlik yangi tibbiy jihozlar kelib tibbiyot birlashmasiga kelib foydalanish uchun topshirildi. Buni albatta bu soha xodimlarini shijoati, ularda shu infeksiya gumonlanib tibbiy nazoratga olingan va hozirgi kunda mana 2020, 2021 yil va 2022 mana shu kungacha bo'lgan 700 dan oshiq fuqarolarimiz shu kasallikka chalinganlikda gumonlangan va tibbiy nazoratga olingan va hozir 100% desak mubolag'a bo'lmaydi. Fuqarolarimiz Yig'ilishimizdan maqsad shu So'x tumanida keyingi 5 yilda hurmatli prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berilyapti tibbiyot sohasiga, shu jumladan ayniqsa anklar hududlarga alohida e'tibor berilyapti. Shudan shu So'x tumanida keyingi 5 yilda juda katta o'zgarishlar bo'ldi tibbiyot sohasida. Bir qator qarorlar, farmonlar ijrosi qilinyapti. Hech qaysi misol bunchalik ahamiyatga yoki e'tibor berilmagan 5 yil oldin. Hozir juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shu jumladan So'x tumanida tibbiyot birlashmasiga qarashli 2021 yilda qilingan ishlar to'g'risida ma'lumot bersam, birinchi Qizilquyoq oilaviy shifokor punkti
binosini tom qismlari hamda issiqlik tizimi noldan hamda G'aznov oilaviy shifokor punkti 63 million evaziga joriy ta'mirlanib, issiqlik tizimi yangilandi. Shifoxonaning ma'muriy binosi 600 million so'm evaziga joriy ta'mirlandi. Investitsiya dasturi asosida markaziy shifoxonada yangi qurilayotgan 75 ko'ykali terapiya bo'limida 10 ko'yka kardiologiya, 10 ko'yka nevrologiya, 10 ko'yka endokrinologiya bo'limlarini ochish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bu topshirish arafasida. Birlashmaga qarashli Mulg'on oilaviy shifokor punkti 1 milliard 705 million so'mga hisobiga qurildi va topshirish arafasida. Obod qishloq dasturi asosida Oqtobro qishlog'iga hamda Sharqobod qishlog'iga oilaviy shifokor punktlari qurilib, foydalanishga topshirish arafasida. Bular albatta shu oyning fevral oyining oxirida topshiriladi. So'x tuman tibbiyot birlashmasi tizimida 2021-yil davomida jami 63 ta vrachlardan 30% to'yfalangan shifokor birinchi hokim aytgandek tibbiy jihozlar hamda tibbiy apparatlar bilan jihozlanish So'x tumaniga juda katta 2021-yilda 11 milliard so'm pul ajratilib va apparatlar hozirgi kunda ishlamoqda. Bularda tarkibiga sifroviy rentgen hamda rentgen, UZI, endoskopiya hamda IVL apparatlari hamda boshqa EKG barcha turdagi tibbiy apparatlar yangi, misol boshqa tumanlarda bu apparatlar bilan hozircha to'liq ta'minlanmagan, lekin bizda bor. Albatta o'sha tibbiy apparatlar bilan ta'minlash ham o'z bejiz bo'lgan. Shu kungacha birgina rentgendan sifatli o'tish uchun tumanimiz aholisi 80 kilometr Qirg'iziston chegarasini o'tib viloyatimiz markaziga boradi. To'g'rimi? Bu sohada mana prezidentimiz alohida e'tibor berganliklari umuman olganda So'x tumanida tibbiyotda amalga oshirilgan ishlarni bitta o'sha natijasidan bittasi tibbiy apparatlar olib kelinganligi xalqimizni uzog'ini yaqin qildi. Shu kungacha oddiy mana UZI apparatidan o'z ko'rikdan o'tishish uchun bundan 5 yil oldin qayerga boradi? Tuman viloyatimiz markaziga boradi. Juda katta vaqt sarflash, juda katta haligi asab deymiz yo'llarda. Lekin mana hozirgi kunda rahmat bu sohaga e'tibor sezilib boryapti. Endi tumanimizni tibbiyot muassasalariga keladigan bo'lsak, yaqinda mana 2021-yilda yuqumli kasalliklar shifoxonasini ma'muriy binosi foydalanishga topshirildi. Qiymati 3 milliard 650 million so'm bo'lgan shu yuqumli kasalliklar shifoxonasini davolash binosi topshirildi. Hozirgi kunda mana faoliyat olib borilyapti. Aynan shu yuqumli kasalliklarga alohida e'tibor berilib, zaruriy barcha jihozlar bilan, meditsina jihozlari bilan ta'minlangan. Mana yana hozir bitta quvonchlisi, mana shu fevral oyida biz endi yana zamonaviy qiymati 4 milliarddan oshiq bo'lgan, 4 milliard 150 million bo'lgan 3 qavat podvali ham bilan solib qariyb 4 qavat bo'lgan terapiya bo'limini mana ishga tushirish arafasidamiz. Hozir hamma pardozlash ishlari yakunlangan, hozir jihozlash qoldi. Mana shu tez kunlarda fevral oyida 25-larga men o'ylaymanki bu muassasani ochib foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari mana obod qishloq dasturi doirasida tumanimizni Oqtobro va Sharqobod mahallalarida yangitdan qurilgan qishloq vrachlik punktlari ham zamonaviy o'sha standartlarga javob beradigan muassasalar qurilib, mana hozir qurilish ishlari 98% ga bajarildi. 2% pardozlash ishlari va buni ham mana shu 2022-yilning fevral oyi yakuni
bo'yicha biz foydalanishga topshiramiz. Qarang, qisqa 2021-yilda o'zida mana ikkita katta yuqumli kasalliklar shifoxonasi, terapiya bo'limini qurganligi, undan tashqari mana bunday qishloq vrachlik punktini yangitdan tashkil qilingan, men o'ylaymanki, bu sohaga berilayotgan e'tiborni bitta ko'rinishi. Endi mana hozirgi kunda Lemburg mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan, ma'nan eskirgan, umuman sharoiti bo'lmagan oilaviy shifokor punkti qaytadan mana rekonstruksiya qilinganda narxi 2,5 milliard tashkil etadi. Endi bundan tashqari mana Nuriyonda Chumoqchadagi o'sha tibbiy xizmat uylari ham mukammal ta'mirlanadi. Endi bizda hozirgi kunda tibbiyot sohasida amalga oshirilayotgan ishlarimizda tahlil shuni ko'rsatadiki, yuqumli kasalliklardan gepatit kasalligi mavjudligi, bu aynan bizda eng nima deymiz, nazoratga olinishi zarur bo'lgan kasallik va buyrak yetishmovchilik kasalliklari bo'yicha keskin kurashlar olib borilyapti. 2021-2020 yillardagi tarixda gepatitni keskin kamayishi kuzatilgan. Buyrak yetishmovchiligi bilan bog'liq kasalliklarimizni asosiy qismi demak bu ham o'sha suvda bilan bog'liq joylari ham bor. Suvda qaynatmasdan ichish yoki boshqa o'ziga e'tibor bermaslik to'g'risida shifokorlar o'zlari aytadi, lekin bu kasalliklarda ham nima qilamiz? Biz yana eng katta So'x tumanida tibbiyot bo'yicha ahamiyat berishimiz bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha qisqacha siz yana aytasiz, qas kasalliklar hozir bizda nima deydi, yuqori albatta hozir So'x tumanida asosiy kasalliklar endokrin kasalliklar, masalan qandli diabet kasalliklari hozir yuqoriga ko'tarilmoqda, hamda bolalarda o'sha obstruktiv bronxit, pnevmoniyasi yuqori bo'lmoqda. Bunga sabab bor, bu bolalardagi sovuq havo biroz soviganligidan bu albatta oshishi kuzatiladi. Lekin eng asosiysi hozir irsiy genetik endokrin kasalliklar yuqorilab bormoqda, lekin buni oldini olish maqsadida hurmatli prezidentimiz hamda vazirimiz Behzod Anvarovich tomonidan shunchalik e'tibor berib, kerak bo'lsa respublikadan mutaxassislar jo'natyapti. Mana shu o'tgan oyda o'zida Respublika endokrinologiya markazining bosh vrachlari hamda vrachlari kelib, bu yerda tibbiy ko'rik tashkilladi. Undan keyin Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli shifoxonasidan 15 ta vrach kelib, shu yerda tibbiy ko'riklarni o'tkazyapti. Bundan keyin bu ko'riklarni albatta kuchaytiramiz. Har oyda iloji bo'lsa, endi rejamiz bor. Respublikadan bir oyda bir marta tibbiy ko'rik onkologiya bo'yicha, endokrinologiya bo'yicha tashkillaymiz. Ya'ni asosiy hozir kasallik yuqori. Kamqonlik, anemiya bo'yicha ham shu mutaxassislar chaqirib tibbiy ko'rik tashkillaymiz. Oyiga 2 marta Farg'ona viloyatidan o'sha ko'p tarmoqli shifoxonasi vrachlar taklif qilib, shu yerda So'x aholisini tibbiy ko'rikni o'tkazish uchun ularni rejalashtirganmiz. Yana bir qisqacha rejalar haqida aytib o'tsam, muhtaram prezidentimiz 2021-yil aholini ish bilan ta'minlash maqsadida hamda aholiga tibbiy xizmatni yanada kuchaytirish maqsadida patronajlarni oilaviy shifokor punktida ko'paytirish uchun 20 mingta shtat ajratgan. Buni 10 mingtasi iyul oyida berildi. Qolgan 10 mingtasi yanvar oyida edi. Buni berdi. So'x tumaniga 36 stavka shu patronaj hamshirasi bo'yicha stavka berdi. Bundan tashqari biz eng xursand bo'ladigan joyimiz shu So'x tuman tibbiyot birlashmasida qabul diagnostika bo'limini tashkil qildik.
Bu 16-kun kechadan ishga tushdi. Bu yerda 5 ta shifokor, 20 ta hamshira tunu kun xizmat qiladi, 2 ta farrosh buni tashkilladik. Endi sovsangarchilik bo'lmaydi. Biri albatta bemor bo'lsa qabul diagnostika bo'limiga kiradi. Qabul diagnostika bo'limida o'sha yerdan saralanadi. 5 ta mutaxassisdan o'tadi. Qaysi bo'limga tegishli bo'lsa o'shanda. Undan tashqari shok zallari tashkil qildik. Rentgenni bu yoqqa o'tkazdik. Hamma qabul diagnostika bo'limida barcha turdagi o'sha jihozlanish kerak bo'lgan apparaturalar bilan o'sha qabulxona ta'minlanadi. Hozir borgan bemorlar hech qanaqa qiyinchiliksiz o'shadan kerakli tibbiy xizmatni olib bo'limga yoki uyiga javob berilishi mumkin. Endi yana rejalarimizdan eng asosiysi bizda shu hurmatli vazirimiz Behzod Anvarov yaqinda ta'kidlab o'tgan shu konteyner masalasi bor edi. Shu Qibrayda, Zangiotada konteynerlar bo'lish bo'yicha. Shundan biz So'x tumaniga 10 ta olib kelsak, hokimiyatga aytganman, 10 ta olib kelsak, biz olis hududlarimiz bor. Aholisi kichkina u yerlarga biz oilaviy shifokor punkti ochib bo'lmaydi. Lekin o'sha konteynerlar ichida hamma jihozlari bor. O'shalarni olib kelib bitta qo'ysak, konteynerda, masalan, Malbutga bitta qo'ysak, bitta patronaj berib qo'ysak, o'sha aholisi uchun kunlik xizmat ko'rsatiladi. Buni biz albatta uzoq vaqt mart oyi ichida shuni qilamiz. Kelib shularga o'rnatamiz. Rahmat aytaman, biz minnatdormiz. So'xda keyingi 5 yil, 3 yilda juda mamnun bo'lyapti. Sekin qolgan bilaman kamchiligimiz bor, boshqa bolalar hamma joyda, lekin bularni ham to'g'rilaymiz. Hozir ta'kidlab o'tilgan So'x tuman tibbiyot birlashmasini moddiy texnik bazasi ancha-muncha o'sha yirik shaharlardagi tibbiyot birlashmasidan qolishmaydi. Lekin faqat ishlar bu kasalliklarni oldini olish bo'yicha joylarda hammamiz bir yoqadan boshqarib ishlashimiz kerak. Oddiy sanitariy holatlarga rioya qilmaganlik oqibatida mana kasalliklar vujudga kelayotganligi, karantin qoidalariga e'tibor bermasdan mana niqobsiz yurgan holatlar, buni hammasi o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun fuqarolarimizdan ham shu bir iltimos qoladi. Pandemiya tugagani yo'q, u biz bilan bitta yonma-yon yuribdi, yashayapti. Albatta bunga qarshi kurashish bo'yicha temir intizom bilan bir yoqadan boshqarib ishlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana tibbiyot xodimlarimizni mana yetishmagan vakant joylarimizdan bor edi, to'g'rimi? Hozirgi kunda So'x tumaniga menimcha shu shifokorlik istagini bildirib kelayotgan 10 tacha xodimimiz kelib ishlayapti. Ulardan 13 ta. Yana to'g'ri yana 3 tasi yaqinda qo'shildi. Ichida ginekolog ham bor. Bizga hozirgi kunda yana nima kerak? Asosan bizda stomatologiya yo'nalishi bo'yicha ozgina qiyinchiliklar bor. Menimcha stomatolog. Buni mana stomatolog kerak bizga. Bizga gematolog. Mana stomatologiyani sohasi bor-ku, nima deydi? Ish qo'yadi. Zub texnika ham kerak bo'ladi. Sababi oxirgi murojaatlarimizda ko'pida mana inson tishi bilan o'sha tishli nuqsonli kasalliklar bilan bog'liq savollar ko'p bo'lyapti. Shuning uchun stomatologlarni olib kelish bo'yicha ishlarni jadallashtirishimiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Umumiy amaliyot bo'yicha albatta qancha mana ko'z shifokorimiz. Bizda tumanida bir dona ko'z shifoxona bor. Bu kishiga yordamga, amaliy yordam bergan grafik bo'yicha viloyatimizdan yordam keladi, lekin bu hani doimiy ish bilan shu So'xda ishlaydigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi biz So'x tumanida nafaqat tibbiyot mana So'x tumani aholisiga, lekin qo'shni Qirg'iziston Respublikasi fuqarolariga ham talab bor. Tibbiy ko'rikka bizni mana So'x tumanidagi ko'plab kelishadi. Shuning uchun zamonaviy jihozlarimiz bor. Endi mutaxassislarni ham jalb qilish choralarini ko'ramiz albatta.
ularga ba'zi sharoitlarda yashash uchun, ishlash uchun biz bitta ta'minlab beramiz. Faqat ishlashimiz kerak bo'ladi. Kasalliklarni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Mana bitta loyihamiz bor, farmatsevtika bo'yicha bitta dori-darmonlar ishlab chiqarish bo'yicha. Buni men o'ylayman, loyihalar ozgina fursat qoldi, oxiriga yetib qoldi. Qiymati 1 milliard 300 millionlik loyihamiz bor. Bundan tashqari qiymati 1,5 milliard bo'lgan loyihamiz bor. Bu dorivor o'simliklarni yetishtirish bo'yicha. Buni amalga oshirish natijasida demak bu sohada ham bizda ishchi o'rinlar yaratiladi. Hozir mana hamma kuzatayotgan bo'lsa, Jalpaya massivdagi 1000 gektar joyni o'zlashtirish bo'yicha ishlar ketyapti. Asosan bu massivda dorivor o'simliklarni yetishtirish, birinchi o'rinda o'sha na'matak o'simligini yetishtirish va kavrak o'simligini yetishtirish bo'yicha loyihalarimiz bor. Mana hozirgi kunda keng hajmda ishlar olib borilyapti va 2022-yilda biz aprel oyi yakuniga qadar bu joylarda ishlarni o'ylaymanki to'liq yakunlab, fuqarolarimizni o'sha yer bilan ta'minlab, ularni bu joyda amalga oshirgan ishlar uchun ko'mak berib ishlarni boshlaymiz. Bu Abdulaziz aka resmi tugadi, brifing asosiy maqsadi turdi. Shu ma'lum bir masala bo'yicha ma'lumot berish. Savol-javob bo'lmaydi, faqat ma'lumot eshitdik. Savol-javob qismi aka savol beradigan bo'lsalaring, Hali savolga javob javob beradi. Mana misol uchun mana hech kim boshiga tushmasin, odam kasal bo'ladi, bu o'ziga bog'liq emas. O'sha kasalliklar bo'ladi. Mutaxassis bo'ladi. Men o'zim ham bog'da vaqt qolaman. Jarohat olganman, qo'li singan. Shunga bizga mutaxassis kerak. Şimdi yaqinda 4 ta obyektimizni quruvlar qilib ochamiz. Bitta qilib ochamiz. Meditsinskiy hafta qilamiz. Ochadigan hafta. Tibbiyot haftasi. Men taklifim o'sha kasallarni uyiga borib turib, dori-darmon beramiz bepul. Bitta o'sha ochilgan joyda emas, tumanimizda eng og'ir kasallarga maqsad biz olib beramiz, o'sha dorilarni bepul. Kundalik iste'mol qilinadigan dorilar bor. O'shani bir oyligini olib tashlab qo'ysak, qanday bo'ladi? Yanvar oyi pauza bo'ldi, chunki o'sha shtatlar nimalar tasdiqlanmagan uchun ozgina pauza bo'ldi. Fevraldan 7dan kapatamiz, o'sha bo'ladi. Keyin o'sha kislorod bilan ta'minlash bilan. Shuni aytish kerak. Kelish muammo. Eskari 5 top beraman. Qattiq mana loyiha. Tibbiyotga dijalga beramiz. sentralniy kislorod stansiya qilsak, zo'r ish bo'ladi. Ularga bo'ladi. Bo'lyapti. Toshkentdan keldilar. Qatga qilamiz keyin. Havodan oladi, kislorod Oladigan joy bo'lishi kerak. Bo'ldi, men sizga 400 million pul topib beraman. Filni foydasi bo'ldi buni. Filni foydasi bo'ldi deyman. Ishingiz bitib qoldi. Kasallar uchun 400 million topib beraman. Rahmat. Ana Zohir Sultonga so'z berish kerak. Bu savol bor ekan. Endi brifing tugadi. Rasmiy qism tugadi. Endi matbuot anjumani marhamat savollar bo'lsa. Tadbiringizni Assalomu alaykum. Haqiqatan bu bir yil ichida bizni tumanga nihoyat hukumatimiz tomonidan katta e'tibor bo'ldi. Yaxshi bilamizki, bizni shifoxonamiz, markaziy shifoxonamiz haqiqatan hozir siz aytgandek
shahridagidan ham yaxshi sharoitlar yaratib beradi. Bunga albatta minnatdorchilik, shukrona qilamiz. Lekin ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Ish bo'lmasa na kamchilik bo'ladi, na ish bo'ladi. Fakat ba'zi narsalar borki, shu ishlarni ijro etishim meni fikrimcha o'sha yerdagi xodimlarga bog'liq. Misol uchun men yaqinda bir ikkita nimani domga bordik. Oybek больницasiga. Kechasi shu edi. Mana shu bemorlarga shetda diagnozni qo'yib, juda qattiq bo'lsa, keyin tashqariga jo'natmasdan ko'rishi bilan yetkazing Farg'onaga deydi. Hozir keyingi bir oyda bunaqa ish bo'lmasa, kerak bo'ldimi? Bo'ldi. Mana o'zi uni hokim hozir aytadi, 10 oydan beri больница bemor. Qizishda ertaga obeddan keyin hech qanaqa qilganimiz yo'q. Xudoga shukr, sog' salomat bo'ldi. Kecha olib keldi. Maqsad aytayotganim nimada? Chunki Qirg'iziston boshidan o'tish uchun shu bolalardan ham pul olar ekan. Kecha hokim bog 200 ming berib o'tdik. Mana aytdim, bu mana hozir rodomdan chiqdi. Pasportda. Vadil posti. Vadil posti 200 ming olib, bu bolachani deyapti, pasporti yo'q. Mana bu spravka 3 kunga registratsiya qilar ekan. Men pasportga kirdim. Desam, yo'q, bo'lmasa qayt deb turib. Majbur orqaga qaytmasdan oldik. Endi bir narsa bo'ladi. Norozilikdan odamlar o'sha pulni beradi. Lekin o'sha pulni topish uchun qiynalyapti. Keyin nima bo'lsa hokimning oldiga yuguradi. Sizni oldingizga bormayapti. Nimaga? Bitta narsa hokim, bitta hech kimdan xafa bo'lmaslik kerak. Rahbarlardan, bizni rahbarlar nima uchun ko'pchilik murojaatlar bo'ladi. Men misol hokimga ham yo'q. Anvar Jo'rayevga ham ko'p jo'natib turaman. Hokimga shuni ayting. Nima uchun qanaqangi muammo bo'lsa, faqat hokim Nachalnik militsiyaga murojaat qilishadi hamma. Bo'lmasaga javob beradigan misol siz. Hozir sog'liq ishlar tomonidan o'sha yordamlar qildi. Lekin ichi sovuq. Qanaqa remont bo'lgan buni bilmadim. Men hozir kirib ko'rib kelgan joyi, ikkinchilagan joyi. Ikkinchidan o'sha yerda bitta kelib beton olib. Unda shu. Keyingi nima? Hozir mana aytyapti, to'g'ri, haqiqatan ham bizni suvga katta e'tibor. Keyin nima? Hozir mana aytyapti, to'g'ri, haqiqatan ham bizni suvga katta e'tibor. Neydi? Patronaj. Patronajlar siz shu ma'lumotni berish kerak. Misol deymisan mahallasida bir joyda yotadigan odam. U kelib betga kelib ketadi. Nimaga deganda kasal ko'p, odamlar ko'p bo'lyapti. O'sha sizlar mas'ul bor edi, talabimiz ham shu, harakat qilish kerak. Shu to'g'ri. Ona masalasi bo'yicha birinchi savolingiz bo'yicha o'sha nima talab bo'yicha bizda shu tumanida akshir ginekolog vazifasida o'zi bir kishi ishlar edi, buni yaxshi bilasiz, Ucheropa degan. Juda kelganda ham bilganman, qiyin ahvolda ekanligini. Keyin 11 milliardlik apparaturalar bu neonatologga, neonatolog degani shu tug'ilgandan keyin chaqaloqqa qaraydigan alohida vrach bo'ladi. Bu vrach bizda yo'q. Bu yerda tug'dirishga qo'rqishi ham shu sababi, asosiy sababi. Tuqqandan keyin bolaga qaraydigan neonatolog bo'lishi kerak. Neonatolog bu akshir ginekolog tug'diradi, vazifasini bajaradi. Bu bo'ldi. Uni apparatga olib, misol, yo apparatni qaraydigan vrachimiz yo'q. Bitta vrachimiz bor ekan, o'sha 82 ga kirgan. Endi u ishlamayapti. Men talabnoma bilan o'tirabga chiqdim. Abdumutallib ekan. Keyin nimadan Qo'qondan olib keldik bitta vrach. Akshir ginekolog. Keyin shtatdan oldik. Hozir endi buni xudo xolasa dejurство tashkillamoqchimiz. Kuni-tun bitta ginekologiyada dejurni ishlab turadi, ginekolog bo'ladi. Hozir mana kelsangiz 4 dan keyin vrach bo'lmaydi. Chunki uni haqqi ham bor. Misolda dedik, tug'adigan yoshiga 1600 tug'adiganda o'zi yerda misol uchun 80 mingtasi tug'adigan yoshda. Shunga qarab turib 30 ming odamga nechta odam xizmat qiladi? Bir yilda nechta tug'adi bizda? 1000 tadan oshib tug'adi. Mingtadan oshib tug'adiganda bitta odamga 1000 tadan oshib tug'adi. 1000 tadan oshib tug'adiganda bitta odamga bo'lib bo'ladimi? Bo'lib bo'lmaydi. Shuni yodga olib, biz endi eski xonman eski tartibni yig'ishtirishimiz kerak. Bizga qo'shimcha shtatlarni tashkil qilish kerak.
bu shtatlarimiz demak hozirgi zamon talabiga javob berish. Biz mana to'g'ri savol beryapmiz. Hozir biz endi bu kishida misolat bo'lganki bor kelgan. Imkoniyat bo'lmay qolganlar bor. Shular inovatga mana shu mana kelib chiqib turib aytamizki, bizga hozir ehtiyoj uchun chiqib turib aytamizki, bizga hozir ehtiyoj uchun hisob kitob bilan mana oddiy hisob. Bir yilda biz nechta yil ko'payamiz? 1,5 mingta qo'shiladi. 1,5 mingta degani bilasiz qancha degani? Kim qo'shmaydi buni? Kunda to'rttadan to'g'ri Kuniga to'rttadan 1350 tonni. Ana mana 1350 ta tuqqanda 1350 yani bu shundan 1200 ta deyapsiz. 1200 ta tug'ilgani bu hozir zudlik bilan Farg'ona shahrida ham juda tug'ilgan. ko'pi Farg'ona shahrida yashaydi bular. Faqat bizda hisobga qo'shyapti-da. Farg'ona shahrida 500 ta farg'onani o'zida yashaydi. Ben so'ramda 500 Farg'onada yashaydi. Ben shularda biz statistika qilishimiz kerak. Hali mana standartlar bor. Shunga qarab ona maqsadimiz bor. Stavka olsak mutaxassisga bor. Ahvol gaplashib. Gaplashib Mana stavkani berdi. Endi ustimizda ishlashimiz kerak. Biz ko'tardik. Misol nechta ayol kishi misol uchun O'zbekiston Respublikasi tibbiyot oliygohlarida o'qiyapti degan savolni bitta ko'taradim. Bittasi Farg'onadagi tibbiyot o'sha nima bo'yicha epidemiologiya bo'yicha o'qiyapti. Keyin ikkinchi kurs ekan. Hozir men uni ginekologiya bo'limiga ko'chirdim. O'zim bor. Nimaga bizga bu vrachdan ko'ra ginekolog ko'p. Hozir shunaqa hisoblash kerak-da. Biz uchun bu bizga nima ko'proq kerak? Mana ginekologiya. Shu nimalarimiz ular SESda o'qiyapti. U SESda o'qigan foydaimizga ginekologiyada o'qigan foyda. Bitta xatni o'qitamiz. Mana choralar ko'rish kerak. ma'lumot bormi shuni necha kishi o'qiyapti Bizda Andijonnikini bergan 13 kishi bergan. Ular bilan biz shartnoma qildik. Lekin u ko'rildan keyin bitiradi. Mana hozir ham Qirg'izistonda kerak emas. Hozir bitta narsa qilamizda, mana hozir hammasini hisoblab chiqdik. Hozir aniq bizda ro'yxati bor xolos. Kasb fakultetlarida o'qiyapti. Misol uchun bizga ginekologiya kerak, pediatr kerak, pediatr doktorlar. Mana aytyapsiz 82 kirgan odam, so'chim odamda yangi tug'ilganda qarayapti. Endi yosh nuqtai nazardan ham bu kishi bilaman zo'r vrach. Qancha urinmasin baribir jismoniy nimaga qolishi mumkin. O'sha biz o'sha pediatriga ham nima qilishimiz kerak. Ma'lumot Hozir biz bo'lsa qisqa 10 kun muddatda mana bizga topshiriq bo'ladi. Hozir mana shu bizni O'zbekistonda nechta joyda yoki chet elda qayerda bo'lsa tibbiyot sohasida o'qiyotganlar ro'yxatini shakllantiramiz. Albatta buni kasb fakultetida o'qiyapti. Stomatolog yo'q dedik, stomatolog yo'q. Yo'q, So'x tumanida normal stomatolog. Dushanba kuni kirgizib qo'yamiz to'liq. Qaysi davlatda Ashga ozgina harakat qilsak, ikkovimiz borishimiz Andijonga borib kelishimiz, Samarqandga borib kelishimiz kerak. Hali oldin mana biz o'qiyotgan joyimizda u paytda fakultetlarga kelardi, so'rardi. Biz qani bahochi mana Farg'ona viloyatida mana o'qitdi. Bunaqa o'zi bizni bitiruvchi kursimizni sentyabr oyida tugashda emas, o'qish boshlanishida kelib biz bilan gaplashardi. Biz o'shalar bilan gaplashib, ularni qilib vatan joyingiz nechta bor? qaysi Vrachlarga buni hammasi hamshira vrachlar bo'yicha 25 ta shtat bor. vakansiya Masalan, qabulxonaga 10 ta stavka. Infeksiyoniga 5 ta. hozir yana anu
nimalar ochiladi yangitdan noldan. Ulardan olib beradi. Beradi. Ular beradi. Mana shuni ham hozirdan hakamni qilish shtatlar beradi-da. Tatranash o'nta. Nimaga? Mana hozir agar 25 ta qolib qolasizmi? Shtat u vrach edi. Vrach 25 ta qolib qoldi. 87 ta vakans. Yo'q, 62 ta vrachimiz bor hozir. 62 ta vrachimiz bor. 25 ta vakant bor. Men hozir yangi qo'shilganda aytmayapman-da, uni bu anavli bo'vasin vrachi 10 ta yangi qo'shilsa 32 ta bor. Mana 2000 Sizda bormi? 2021-yilda 87 ta vakant joyimiz bor. Aniq bo'laman. 80 tadan oshiq vakant joyimiz bor. Demak 25 ta bo'lsa, ancha-muncha vrachlar kelibdi. Kelgan hozir 15 ta vrach kelgan. Yetishmovchiligidan bitta o'zi vrachi masalan To'l qishlog'ida Hushyorda va bizda ishlaydi-da. 0.25 A da yarim stavka shuni hisobiga vakant. Ular agar mutaxassis oylik maoshini stavkadan misol uchun kerak bo'lsa ko'tarib beramiz. Bulardan boshqa mutaxassis olib kelish kerak. Mutaxassis bo'shaydi, vakant stavka to'xtaladi. Vakant to'xtaladi. Mutaxassis kelsa, mutaxassis yo'qligi uchun shunaqa. Oddiy misol qilib aytyapman. Uni alohida nima qilishimiz kerak edi, kallamlashlar. Misol ko'pincha imtiyozlar bo'lsa, men o'ylayman, manfaat bo'lsa ko'p kelib ishlaydilar. Uzoqdan kelib. Stimul deydi. Misol uchun men chirurgni jalb qilish uchun hatto oyligi bir xil bo'lsa, bari kelsa o'sha oylik o'zgarmasa, u uydan 150 kilometr uzoqda bo'lsa, u jicha baribir ozgina vaqtda moddiy manfaatni ham bo'lish kerak, sharoitni ham bo'lasak keyin keladi. Endi kimga chiqsam, doktorga taklif qilsam 30 million beramiz deyapti. 30 millionni agar больницаga olib kelsak, biz markazga u vrachni, misol xirurgni bermaydi. Birlamchi tizimga beradi. U vash bo'lsa, Ya biz endi shunday qilamizki, So'x tumani uchun maxsus qilib, misol uchun bizda ancha-muncha anaqalarni qilib e'tiborga olib, shuni hal qilamizda. Mana kelish uchun bo'lsa bizda qiyin bo'ladi. U ginekolog misol uchun bor, u vashlik qilolmaydi. U ginekolog. Endi ishlasa uni oyligida o'zgarish bo'lsa kelmaydi. Biz hozir ehtiyoj turibdi. Haligi детский pediatr mana yangi tug'ruqliklar qarashini unga u ham uvash bo'lmaydi, pediatriya alohida o'qib kelgan, uvash alohida. Shuning uchun buni nimani qilishimiz kerak. bitta ikkiga apparat yana agar nimada demonstratsiya. Faqat so'rash kerak, ular talabnoma yozib kelish kerak edi-da. Asli. Bizda ikkiga apparati, men 3 marta bor demonstratsiya. Hozir nima edi, hozir o'zgardi. Patronaj ham chiqishni boshladi, bizga ma'lumot berdi, nima nogironlar bo'yicha. Berdi, lekin apparat ular bo'yicha menga talabnoma bilan chiqish kerak. Bizda ikkiga apparat misol 3 yildan beri ishlamayapti yoki 1 yildan beri ishlamayapti. Shuni yangilab berishingizni so'rayman desa, 1 yil bo'ladigan bo'lsa, odamlar nima jabr tortish kerakmi? Yo'q, o'tgan yili Bugun olib bersin, hozir chaqirasiz. Bugunni o'zi olib ta'minlab qo'ysin o'sha. lekin Har xil holat bo'ladi yurakda. oilaviy shifokor punktida ikkiga apparat biriktirilmagan. Oilaviy poliklinikalarga ikkita yangi apparat bergan, oilaviy poliklinikaga berdik. Lekin oilaviy shifokor punktiga o'sha demonstratsiyaga bitta yangi apparat beramiz. O'sha summasi qanday? Nimadan bitta yangi oldik qabulxonaga o'zimiz jamg'armadan 8,5 million. Endi 10 ta beraylik. Olib agrobankka aytamiz. Deputatimiz bor. Nimalari bor? Bitta o'ndan boshqa narsani ham hisoblaylik. 10 ta o'ndan endi işte 200 million narsa hisoblaylik. Nima borligini tutib, sizlarga onkologiya kasallar nima uchun yo'q nima berar ekan? Yo'llanma. Yo'llanma bilan borgan odamlar bu yerda pul to'lamasdan davo olar ekan. Yo'llanmasiz borganlar bu yerda ancha katta pul topshirish kelar ekan. O'shani bering. Men 6 oy buni bilmasdan borib, shunaqa yo'li bor, bu yerda yotishni bilmasdan har bir yotganimda shu bitta lichinani olib 20 kunda yana qaytib boraman. Mana shunaqa bo'lgan. Keyin bilsam shunaqa ekan. Bu yerga kelib endi
bular iloj qilib oldim. O'shanda zammingiz bor ekan, Ma'rufov Parojon, bizni mahallamizdan. Bilmadim, yo'qmi o'sha asli, yoki bori qanaqa yo'l bilan beradimi? Muammo bilan shu. Muammo shu katta. Endi hali ham aytyapman. Iloji borlar, bular ko'p misol Sodiqaga o'xshagan fermerlar bo'lsa, ham mayli endi 200 million hech gap emas deb ketaveradi. Lekin bechora odamlar bor, zo'rg'a tirikchilik qilyapti. U majbur bo'lib yana mana bu hokimiyat o'sha shuni siz nazoratingizga oling. Chunki viloyatdagini aytishlaricha bu suxta registratsiya bo'lmas ekan. Ko'pchilik manga o'xshagan bo'lganlar. Больницада aytyaptiki, So'x tuman onkologik jihatdan hozir birinchi o'ringa chiqib ketdi viloyatda deyapti. Nihoyatda ko'payib ketdi degan gap. O'sha uchun agar ko'paygan bo'lsa, o'sha nimani yo'llanma berishni ham o'zingizni nazoratingizga olib nima qilsangiz. Hozir shunga haqiqatda bosh vaziri yangi nozim bo'ldi, axborot texnologiya. Yangi tizim kiritilgan, elektron tizim bilan. Oldin shu nima bo'lib ketgan, misol tanish bilish ham bo'lib ketgan shu, misol tanishga beradi. Hozir hech qanaqa unday bo'lmaydi. Gruppada bo'lsa, dokumentlar bo'lsa, kelasi bizda anaqa o'rnatib qo'yganmiz. Kompyuterga tushiramiz, elektron tizim. Familiyangiz, gruppangiz, diagnoz kiritiladi. Bir ham respublika bilan viloyatga tushadi. Bo'ldi, o'zlari chaqirtiradi. Unaqa oldingidaqa qog'oz yo'q endi. Ulardan xabar keladi bu. Hech kim bunda hozir men birovga telefon qilib bitta tanishimga yo'llanma ber, unaqa narsa yo'q. Yo'llanma qog'oz bilan borish yo'q bu. Sizga xabar keladi. Biz hali kiritamiz hozir. Familiyangizni, yilingizni, adresni, diagnozni kiritamiz, gruppa nimangizni kiritamiz. Bo'ldi, ular qachon nima bo'lsa, bir kundan keyin kelishi mumkin yoki bir oydan kelishi mumkin. Ular belgilaydi. Kompyuterda o'tirib shunaqa ochiq bilan keladi. Oldin arigidaqa berardi, qog'oz qilib. Siz o'shancha qolib kelgan 6 oy oldin kelgansiz, order so'ragansiz, orderni viloyatdan bitta beradi bir oyda, yo'qsa 2 dona beradi. Shu narsa hozir yo'q bo'ldi. Hammasi elektron tizim bu. Men ham u nima ham hech narsa, faqat kelsa kim bemor bo'lsa o'sha ro'yxati bor bizdan kiritsak bo'ldi. O'zlari chaqirib oladi. Bepul davolab beradi. Nechta Nechta Kiritib qo'ysa bo'ldi. Bugun kiritib qo'ydi. Olma qog'oz kiritib. Qog'ozlar, gruppa nimalari, kartalar. Men endi hozir nimani uchun tuzatiraman? Joy bor. Lekin korrupsionerlarda korrupsionerlar bor. anaqasi bor. Noinsof korrupsioner avvalroq. Tanima to'g'ri aytyapti, u kishini nimasi. Mana oddiy fuqaro bor, u ko'pga chiqishni ham bilmaydi. Tushunmaydi, to'g'rimi? Mana sizga borsangiz, siz aytasiz, shu bilan u tuga bo'ladi. Biz nima bilan? O'zi texnika bilan, joy bilan, yo o'sha texniklar kelib mana shu yerda ko'rib tekshirib bersin. Shunaqa mana nimalar bor, hushidan ketib qoladi. Yo boshqa u lekin gruppada emas. Mana yaqinda men ko'ryapman, oyog'i kesilgan. Lekin gruppada emas. Onkologik kakalazman Sharqobodlik qizimiz Toshkentga boryapti. Jarrohlik amaliyoti bo'lyapti, kelyapti. Lekin nimaga chiqmagan. Uni mashaqalar ko'p. O'sha biz ro'yxat qildik, aytib qo'yishimiz kerak. Mana 46 ta jarrohlikka muhtoj bo'lgan, moddiy tomondan qiynalgan, shuni qilolmaydiganlar o'zlari ro'yxatini qilib, ular stolni ustida hammasiga biz amaliy yordam beramiz. Moddiy tomon. Amaliy yordam beramiz. Moddiy tomon. Ozoqmona korrupsiya haqida gapirildi. Men to'g'ri bo'limidagi korrupsion holatlar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Mana bir kunda So'x tumanida 4 ta chaqaloq tug'ilarkan. Ikkitasi Farg'onada, ikkitasi So'xda. Bundan chiqdi 600 ming noqonuniy pul tushadi tug'ruq bo'limiga. Korrupsion yo'l bilan. Endi odamlar baribir suyunchi deb beradi. Ular aytmaydi. Bu isbotlashi juda qiyin masala. Bu bo'yicha biz jurnalistik surishtiruv boshlaganmiz, xudo xolasa oxiriga yetadi. Shuni nazoratga olishingizni so'raymiz. Bitta chaqaloq uchun 300 ming Olyapti.
So'qda. So'xda tug'ruq bo'limi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlar bo'yicha odamlar aytmayapti. Shuni ayting, pulga tushirilsin desak, odamlar endi dunyoga Bermasin bir tiyinlar, yozib beryapti. Ehson qutisi bor. Shunaqa qilish Shuni kerak. qo'yib, bitta yashik qo'yib, suyunchini shu yerga yozib Ichadlab qo'ysa. Bitta chaqaloq uchun 300 ming pul beryapti. Bir oyda 8 million pul tushyapti. Noqonuniy ravishda. Lekin biror marta shu kelgan Birodarlar, joy bo'lgan bo'lsa, e'tirof nima? 600 bo'ladi. To'g'rimi? Ikkita 600 chaqaloq. ming. 10 kunda 6 million. To'g'ri. Bir oyda 8 million. Bu endi Odamlarga berma deb e'tiroz aytamiz, lekin e'tiroz bo'lmadi deyapsiz, e'tiroz qilmaymiz. Nimaga? Doktorga borishga majburmiz. Hozir borib hukumatdan pul oldi desam, ertaga borsam hukumatga qaramaydi. Shuning uchun Ana odamlar bilan aytyapti. 300 million, 300 ming bermaydi. Ben kamdan kam odam berardim, ben sababi ben oddiy gazetaga yozilmayapti 100 ming. Mana hozir qarang, o'qib bor. Shu bitta chaqaloq tug'ildi. Ona tomon 150 ming rasvot qiladi o'sha yerda. Ota tomon beradi. Kimga beradi? O'sha yerdagi hamshiralar, shifokorlar oladi. Bu haqiqat. Buni So'rab Yo'q, lekin ma'lum kenga Ularga bu ay qo'ygan bazıda kamera qo'ydilarmi? ehson qo'yib. Eson qutlar, bergisi Suyunchi- bersin, bergisi kelmasa bermasin. O'zi ularga nima qilishdi? Nima endi o'zi majburlasin 300 ming. Lekin bo'lishi mumkin, sababi hali bitta to'yga men hayron qoldim. Kuyovlar keldik, kelinligiga boradi, suvchilikka. 150 kilo nimaga? Shikolat olib. Nimaga san bu urf deydi? 150 kilo shikolatni nima qiladi u shikolat? 150 kilo. Bu shunaqa manaqa stavkani chiqarib qo'ygan bo'lsa, bu bo'lishi mumkin. Oddiy so'xtalik odami bu 300 million, 300 millionga qilib qo'yishi mumkin. 50 ming falonchiga, 20 ming falonchisiga degan nima bor? Bu aniq biz hali isbotlaganimiz yo'q, tasdiqlanmagan ma'lumot bu. Jurnalistik surishtiruv olib boryapmiz, xudo xohlasa. Oldini olish kerak. Oldini olish kerak. Bu ham yaxshi. Ishlarimizni qilamiz, lekin vrachini o'zi kirib o'zi. Bitta vrach bor. U ham berdilar shu. Endi qizlar har xili borda tushuntirasiz. Pul so'raman, nima so'raman desa, so'rab qo'yadi. Yerda shunda turmagan doktor uchun Mana bu doktor yo'q. jurnalistik rasmida aniq bo'lgan. Qachonida? Endi bu bo'ladi-da, Hozir ham bor. bo'ladi bunaqa. aniqlashni isbotlash kerak, chorasini ko'rish kerak. Bitta narsaki so'rasa bu eng yomon narsa. Obuna eng arzon obunamiz So'x tumani gazetasi 100 ming so'ragan. Yozib ichida zo'r nimalar bor, o'qisiz ma'no bor, hamma bor. Shu yozilgan. O'zingizni xodimlaringizdan sarflab axborot vositalar bilan o'qish, gazetalar o'qish bilan shug'ullanasiz. She'r yodlasiz. Shunday narsada bizda asosiy byudjet tumanimizda byudjet sohasi. Bitta narsa bor. Mana boshida ta'kidlaganlaringiz blogerlar ham borki, bitta aybni topsa bo'ldi. O'shani doston qilib turaveradi. Lekin bitta narsa bor. Hammamiz yaxshi bilamiz. Biz musulmonmiz, nega tovar musulmonmiz. Arablar kelib zo'rlik bilan bizni musulmon qiladi. O'tmishlar. O'sha uchun shu obuna ham ixtiyoriy majburiy tariqasida qildirish kerak. Bu masala hozir mana bu kishi aytgandek, bitta to'yga 150 kilo shokolad olyapti. Bitta chaqaloqqa 100 ming beryapti. Mana sizga deydi. Bu gazeta ma'naviyatni belgisi. Gazetada har narsa chiqadimi? Gazetadan chiqargan farmon bormi, qaror bormi? Qonuni bo'ladi. 1 yiliga 100 ming. O'sha uchun Bu gazeta bizni g'ururimiz. to'g'ri bu tumanni faxri bu. Hem ikkinchisidan o'zimizni tilimizda nashr bo'ladi. O'sha uchun shu nechta xodimingiz bo'lsa, bir marta o'tirishga bo'lmasa, medsestralaringiz o'tirishi bor, doktorlarni 200 ming, 300 mingdan to'plab boramiz. Bittasini o'zini qisib 100 mingdan bo'lsa, ixtiyoriy majburiy ravishda qildirish kerak. Mani fikrim. Men agar o'qituvchi bo'lsam ham, kelib bo'lasan desa, beraman. Lekin majburlash mumkin emas demayman. Nimaga?
Şundan olyapman 100 ming desa ekanmiz. O'shanga sizlar ham e'tibor bersanglar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.